shunda chumchuq uchib ketganda. Mavsumaga ishoniy, mavju. Qaysiz Bobur aka? Nima bu Bobur aka? Qazg'oq bu perxit. Oldingizda xijolatman endi. Boya yuvdim sochimni. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qizim tashab ketdi. Siqilma o'rta, yoningda biza bor bizaniki har doim. Rahmat o'rtoq, boringlarga shukur. Joning sog'. Boringlarga shukur do'stim, boringlarga shukur. Nima bu? Perxit. Uf, qazg'oq boshimdan, sochimdan tushgan. Ketadi jo'ra. O'lib qolay. Ketadi. Qilig'ingni qara, Perxitda endi. Sen bekorga tashlab ketmabsan, o'lib. Qanaqa olamiz aka? Ya, bir chotka oling. Hozirda Zo'r olasizsiz. bitta quritamiz. Ey! Nima bu Qazg'oq aka, endi tabiat qonunini bilasiz. Qazg'oq tur yo'q bu yoqda. Men tay qilmayman-ku. Yiqolay, boshqa klientlar ham bu yoqdan. Boshingni yuvib kelsang o'lasanmi? Perxit kallamiz nima balo? Palakat, boshingni yuvib yursang bo'lmaydimi? Endi shu qattiqda yuvyapman har kuni, lekin ketmayapti-da shu qazg'oq. Mana kerasi shampunni ishlatsang bo'lmaydimi? Meni ham xuddi sanki o'xshab perxitim bo'ladi. Mana shuni ishlatgandan keyin umuman qolmadi. Bu shampun ham sochni mustahkamlaydi, sochning to'kilishini oldini oladi. 72 soat sochingdan shirin hidi ketmaydi. Mana shuni ishlat. Menga berchi-la shuni. Ma. Assalomu alaykum. Bayram qilasizlarmi deyman. Yo'q, akajon, bayram emas. Aniq bayram bo'layotgan ekan-a? Yo'q, aka, bu siz o'ylagan narsa emas. O'zi hamma shunaqa deydi. Mamla idoraga, tez. Aka, unday qilmang. Aka, bu narsa emas-ku. Bu boshqa, bu qazg'oq. Idorada gaplashamiz dedim senga. Bu perxit, aka, unday qilmang. Yo'q, bu yo'q, o'xshaydi ham lekin Bo'ldim divana, vanna, 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 vanna.